Assalomu alaykum do'stlar. Hozir Murod Rizayev bexosdan gap to'g'risida Davron Fayziyev Real Madrid muxlisligini aytib qo'ydi bexosdan. Tomosha qilinglar. Lekin bu faqat o'yinini yaxshi ko'radi. Real o'yinini, chunki Real oligarx. Hamma Zidane bormi, Raul bormi olib kelaveradi, eng zo'rlarni olib kelaveradi. Mbappe bormi, boshqa iloji yo'q, muxlislik qiladi. O'sha yoshdagi bir o'sha oldingi Zidane, undan oldingi davrdan boshlab nimadan keladi? O'sha davrdan boshlab eng zo'rlarni, chunki o'sha darajaga chiqib bo'lgan Real. Barsa ham o'sha Messini olib kelgan davrlarda Messini bir olib keldi, Neymar olib keldi, lekin asosan La Masiyadan chiqqan futbolchilarni o'sha Xavi, shunisiga bog'lanib qo'yganlar. Hozir ham qarang, kimlar o'ynayapti. Agar bunda olib hammasi o'sha 16-17 yoshlarda asosan o'sha yerdan chiqqan va keyin o'sha Ramoslar bilan o'sha Davron bilan ko'p tortishardim. O'sha paytlarda Davron sening jamoang hammasini boyvuchchalarni bolalari deb hazil jahli chiqardi. Va Ramos qara, buni qara, bizani qara, Iniestani qarang. Qanaqa hiç o'qiganmisan derdim. Hiç Eshitdilarmi? Davron Fayziyev Real Madridning muxlisi ekan.